Assalamu alaykum, dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan aziz vatandoshlar. Uyg'ur harakati tashkilotining Bilim kuch qarorlik to'r suhbatining 7-qatimli suhbatiga xush keldinglar. Men Mukarram Qurbon, avval hammanglarga chin yurakdan salom yo'llayman. Bugungi suhbatimizda muhojiratdagi hayotida ko'k bayroqni qo'ldan tushirmay izchil da'vo qilib kelayotgan Amerika Uyg'ur jamiyatining sobiq rahbarlaridan biri bo'lgan Amerikada yashayotgan doktor hurmatli Jurat Obul efendim biz bilan birga. Hurmatli Jurat Obul efendim, bugünkü programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Özünüzü kısaca bir tanıştırgan bolsanız. Buldum, ben hem de Qashqarda tug'ilgan. Lekin Uyg'urlarniki ma'rifat beshigi bo'lgan. Qashqa Uyg'ur to'liq o'rta maktab, ya'ni 6-o'rta maktabni bitirib, Lanjoga Shibimiz Shenki 2 yil doktorlikning oldidagi tayyorlig'i berib, orqadan G'arbiy Shimol tibbiy institutida, ya'ni Xitoy Chixuachilikada o'qish bitgandan keyin 94-yili Uyg'ur tibbiyot doktorxonasiga doktor bo'lib bordim, tashqi bo'limda ishladim va 8 yil u yerda ishlab, orqadan 4 yil Uyg'ur o'sim kasal doktorxonasida ishlab, undan keyin 2006-yili Yaponiyaga chiqib, gen ilmi bo'yicha, ya'ni rakning genini tadqiq qilgan ilm bo'yicha doktorlikni ilib va shu doktorxonada Chiba universitetida 1 yil alohida tadqiqotchi bo'lib ishlab, shu tadqiqotchi bo'lib ishlayotgan jarayonda 2012-yilning oxiri Amerikaga kelib, hozirgacha ishlab o'tman. Shunchalik tanishtiray. Siz doktorluk kasbini o'qiyotgan shug'ullangan bo'lgandan keyin sizdan so'rsam, Xitoy tajovuzchi Xitoy hokimiyati butun dunyoga Xitoy virusini tortib, asosiyatni dunyoning ustini qilayotgan bir holatda, hozir hammamiz sog' salomat qolsak degan bir shunday bir vaziyatda boshidagi necha oyda bizning vatanimiz Sharq Turkiston to'g'riliq hech qanday bir xabar bermagan virus to'g'riliq. Hozir endi bu necha 6 oydan keyin, 6-7 oydan keyin hozir Sharq Turkistonda virus bor degan bilan butun ishlarni pechatlab, ko'ktatnimi, yemaklikni hammasini norma bilan bergandek ashundaq bir holatni keltirib, shundaq bir holatni ko'ryapmiz, anglayapmiz. Kamtiklar, tishidikilar. Bunun da sizningcha bir plan mı Xitoy tajovuzchilarining hamda qandaq bir shumliqlari bor? Ne bo'ldi? Bu to'g'risida biz erkin radio bir nim bergan vaqtda, intervyu bergan vaqtda biz nimdagi lagerdagilardan ansirgan. Ularni tutib akir ketgandan keyin bu virus ketib qolsa, chataq bo'larmi deb. Ayni chog'da bizning Urumchiga mangan aeroplan bilan Hong Kongga mangan aeroplanni bular to'simagan. Lekin ondan xabar olmay, tuyuqsiz yaqinda ma ish chiqib qoldi. Uyg'urda bekchiq chiqib ketdi deb to'liq to'sib etdi bular, ishni sirtidan itib degandek. Hamda buning ichida bu uyammi, rasmi deganda bir azroq loyiz qilish to'g'ri keldi. Men dastlabdan shu RFA'da nim bergan vaqtda, intervyu bergan vaqtda undan keyin Uyg'ur qurultayining bir qatimliq programmasida men bunu degan, bu virus Xitoydan chiqib ketganidan keyin burun bo'ldi, butun dunyoga tarqalib bo'ldi deb. Demak, shu jarayonda Uyg'urlar shu joydan tarqalib bo'lgan bo'lishi kerak. Endi Xitoylar buni tekshirganda qanday qildi deganda, nurg'un narsalarni yolg'on qilib, amaliyot diagnoz qo'ygan chog'da CT bilan o'pkaga tushgan yollig'iniki nimasi bilan buningga ma'noda bo'ldi, anond bo'lmadi deb son chiqadi va sonni xato berdi. Endi bu jarayonmi amaliyotda Xitoyninki sonining xatoligini ifoda. Uniki tekshirishninki bu qatimliq ularninki DNA tekshirishningki rostlik darajasini aytdi. Buningki keyin xalqaroliq o'lchamdami buningki 20dan 30%gacha aniqlash imkoniyati bor. Endi bu Uyg'urlarning ichida buni chiqarib o'tadi, o'zini chiqarib deb da'vatadi bular. Lekin bular degan bilan qanchalik chiqib deganini biz bilmaymiz. Chiqqan taqdirda bo'lsa xato, chunki uningki tekshirish usuli xato. Yana bir tarafdan aytganda hamda bular vaksinaga oid ehtiyojliq, o'zining harbiylarga vaksina sinab qilishni boshlagan. Ham bular niyatini o'zgartirib, o'sha Uyg'urlarga vaksinani sinab qilib, shuni bir sinab o'tkazib o'tamdi, shuna bir yolg'ondan taqib olgan bular degan bir endi gumonmi bor. Endi yana bir yerdan endi bular taqib olsa, bular bu bizning Amerikada, Kanadadek taqamaydi. Bular kishilarning erkinligini tushunmaydi, ko'zlamaydi. Anda qo'ygandan keyin butun insonlar moldekli so'laydigan gap uyga
Андақ сылып еткендіктен ешкім ешқандай хабарын алалмайды. Bu aralıkta bular neymiş kıldı, qanday qarniyetini amalga oshirdi degan yana bir gumonmi bor. Men izchil bundan gumon qilib kelyapman. Chunki bu lagerni gapirib chiqib, sirtda buning ustidan isbot to'plash bo'layotgan ekan va Uyg'urlarning diyorini biz tekshiramiz deyotgan bir ahvol bo'lgan ekan. Bu chog'da bular astirtdan boshqa ish qilyapti degan bir gumon bor endi menda. Endi bularningki suiqasdiga biz azaldan yetişip bulalgan emas, o'ylab ulgurgan emas, xalqaro shunda. Ishni qilib Xudo saqlasa bo'lsa bizning beshimizga undaq yomon kun etganmisa, ular yana boshqa cho'ng bir qora niyatlarni amalga oshirmagan bo'lsa, işte bo'lmagan bo'lsa deb o'ylayman. Demek bir planları var. Yani siz demekçi olduğunuz, yani bir planları var bu Xitaylarning. Bu hazır vatanda virus var deganda hazır chiqarishi cho'qim bir planliq bir ish. Mostly asosan meningcha bu nima? Vaksin bilan bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda lager mavjud bo'lgandan keyin bir necha ishni tanqilayotgan bo'lishi mumkin. Bular nihoyat xatarli hamda buni biz bilib bo'lmaymiz. Ishni qilib yaxshi emas. Uyg'urda chiqdi degan vaqtda jurak qart qilgan endi bular endi nima o'yin o'ynadi. Ishni qilib yaxshi emas. Siz bir ziyoli buluştuğunuz bilen vatandan ayrılıp bu Amerika'ya ayak baskandan tartıp kök bayrağımızı kolunuz tutup ızıl dava kıp dava sepide körünerlik bir orunda dava kıp kilovatsız. Bu dava kılış jarayan kılgan işleriniz, tecrübeleriniz olsa bizle ortaklaşsanız hem de bu davalarımız hazır şu tecrübelerinizden bizge qanday qilsak buldu degan nima bizle ortaklaşkan bolsunuz. Çünkü davayımız hazır çoğaydı, nurgun insanlara ihtiyacımız var, bütün devlet bildi. Muşaq bir şarayda qanday bir şekillerde davalar elip basa texmi ünümlük buludu dep qaraysız. Aval bir özünüzün jarayonlarını söylegenlerim. Hamma odamningki da'vo kirishdagi niyati maqsad o'xshamaydi. Har odam har maqsadga kirgan bo'ldi, lekin endi men bu da'vo kirishdan burunmi men Yaponiya chiqqandan keyin bizda erkinlik bo'ldi mediada, biz jiq narsalarni bildim. Nurg'un odamlar mush da'voda yurib, bizning bayroqni qaqqa unutib, namoyish qilib, to'xtamay izchil tirishayotgan ekan. Men bek hayajonlandim, xush oldum bundan, chunki bizning millatni deydigan, millat uchun bir ish qilsak bo'ldi deydigan ashtaq bir iroda bilan, orzu bilan tirishayotgan bo'lgandan keyin o'zimizningki bu bundaq bir o'zimizning qarindoshlar qilayotgan mushtaq da'vot yo'q bo'lib qolganimizga aytdi. Meni ichim siqildi. Ondan keyin 5-yil vaqasi bo'lgandan keyin men to'liq o'zgardim. 5-yilda men bu biz uchun qon to'kkan yosh yigitlarni, yosh qizlarni ko'z oldimga keltirib, men bundan qattiq endi o'zim tutolmay bir oy Yaponda bir oy bir yerga chiqmay turish degan mumkin emas. Yaponda aytishim bir nima professordan ruxsat bir oy yig'ildim men uyda yetib, xabarlarni ko'rdim. Şunun bilan menda bu mening nimam o'zgardi. To'liq mening bir endi o'ziningki bir mustaqilligim yo'q, o'zining hayotim ega bo'lmaydigan, o'ziningki to'rilishidan gunohga qoldigan, masalan bizning butun gunohimiz Uyg'urligimizlar faqat Uyg'ur bo'lganimiz uchun. Bundaq bir insonningki professor bo'lsangmi, doktor bo'lsangmi, sen nimaga qilsan? degan bir ideya kallamdan qo'ygandan keyin doktorim bo'ldim. Yapondagi doktorxonasida ishladim shu universitetda. Lekin faqat bu da'voning Amerikada ish mumkinligini o'ylab yetib, Elshadlarniki videolarini ko'rib, Amerikaga kelib, shu birinchi kundan boshlab bu da'voninki nimasiga tushdim. Lekin mening esimda qolgan bir nima, men shu G'uljininki 2 ayning 5-ninki namoyishga tunji chiqqandim. Shu chog'da bizning bayroqni jiroqdan ko'rib, ko'zlarimga yosh kelib ketdi. Shu chog'da qattiq yuragim silib, hayajonlanib ketdim. Demak, mening bu yerda da'vatqinim, mening ko'rayotganim muqaddas bir bayroq. Bu bayroq herkesin bir adamınki esi kelib sızıp qo'ygan bayroq emas, nurg'un qon bedeliga ajdodlarimizningki. Nurg'un tirishchanlik bedeliga kelgan bayroq. Shunga endi men shu kundan boshlab shu bayroqning muqaddasligi uchun o'zimizningki mustaqilligimiz uchun tirishdim va shuni chiqardim. Va bizningki men keyin UAEga kirdim. UAEdagi barliq mening qarindoshlarim bilan bizning a'zolar bilan shuning uchun tirishdik. Undan keyin biz hech qanday bir namoyishni qo'yib o'tmay chiqib namoyish shior to'lab vaqirdik. Buni ba'zilar keyin yoshlar chiqqandan keyin bundaq shiorning nima keragi, namoyishning nima keragi, yillardan bo'ladi bu namoyish. Buni qilishning nima bo'ladi? Namoyish bizning irodamiz. Bizning vatan biz endi yana bir oddiy misol olsam, bizning vatanda
genini beribsin meyli, bayrağını bir tutup baksam, körep baksam, kütürüp baksam deydigan insan yamançık. Endi bunda fırsat bizga kelgan vaqtda biz ko'plab bayraqni uyan qilib o'ynasak bo'lmaydi. Ham uning muqaddasligiga chuqur ishonishimiz kerak. Buning muqaddas bo'lishi chunki bu bizning ajdodlarimizdan qiyinlig'i kelgan, u ajdodlarimizning irodasi. Uningga biz ergishib minishimiz kerak. Endi yana bir misol ham Amerikadami o'zining ajdodini qat'iy tashlab etmaydi. Hozir talash tortish qilsa, 300 yil burun davlat qurganlarningki prinsipi shularning irodasi bo'yicha mangada bular. Shular qurib chiqqan bo'lgani uchun. Biz bu yerda endi bu yerga kelgandan keyin biz davom mishaga qilgan bilan yaqinda endi ishlar o'zgarib lager chiqqandan keyin Uyg'uristonchil chiqib ketdi, boshqalar chiqib ketdi. Bayroqni nisbatan yomonchiq talash tortishlar. Men bu odamlarning vaqtining jiqligiga hayron qolaman. Ben bular o'rganmaydi, lekin bayroq to'g'risida yomonchiq so'zlab nafib ketadi. Endi hozirgi vaziyatda endi biz qilib mishaga keldik, yana qilamiz. Endi hozirgi vaziyatda u bayroq cho'ng masala emas. Demakchi o'qinim, u bayroqni talashish cho'ng masala emas. Bizda xalq bizga sizib bergan, bizga qurib bergan vatan bor, shuni qo'l keltirsaklar bo'ldi. Endi mush niyatda tirishsaqlar bo'ldi. Bizningki endi bu UAE'ninki hozir chiqqan kelgan nimiz biz prinsipdan qat'iy chiqmadik. O'rtaq aqida bilan tirishdik. Bu aqida degan vatanga bo'lgan aqida degan pek cho'ng narsa bu. O aqida bo'lmagan odamdan ish chiqmaydi. Niyat durust bo'lmagan odamdan yaxshi natija chiqmaydi. Biz lagernilar bir nima qilib bilib, uningki kelib chiqish asosini, uningki manbasini izlamay lagernilar hal qilamiz deb bu siyosiy nimani buyursak olmaydi. Bu o'zining dardini to'kadigan lagerni gapini qilgan, meni tuqqanlarim solinib ketdi deydigan baribir odamning huquqi shu bo'yicha qiysi bo'ldi. Lekin siyosiy kurash degan narsa bir lager bilan to'qilmaydi. Uni qiyğadan kelib chiqishni bilish kerak, uning boradigan yo'lni bilish kerak, prinsip uchun turish kerak. Hamda oddiylashtirsak, bizning bu siyosiy ko'rishimiz bir prinsipdan chiqmaydiki, bayroq muqaddas, vatanning mustaqillik uchun kurash qilamiz. Bu mustaqillik uchun kurash qilish hech qanday o fikir talab qilmaydigan, hech qanday munozara talab qilmaydigan bir ish. Men shuni deb o'tdim. Bunda bo'lishi biz buni talashib o'tirishimizning hojati yo'q. 2 yil burun siz qatnashgan yig'inda Amerikaningki o'sha siyosatlardan tortib bizning vatanimizning ismini, shunchalik bizning ko'zlarimiz yosh kelib ketdi. Ular deb berdi. Bayroqni Amerikaning bayroqi bilan tan qo'yib bizga yo'l ko'rsatib berdi. Bizga fursat yaratdi. Demak, bizningki yanmaydigan yo'limiz shu, ko'taradigan bayroqimiz shu. Shu. Rahmat. Şundaq bizning nishonimiz mustaqillik, yo'limiz aniq. İnşallah shu mustaqillik niyatimizga, nishonimizga yetimiz deb kurash qilyapmiz. Hozir hamda chiq so'zlanayotgan, masalan, psixologiya to'g'riliq so'zlanayotgan so'zlar bor. Siz doktor bo'lishibdingiz va buni sizdan so'rsam, hozir shu vatan shundaq bir vaziyat qolgandan boshlab biz Uyg'ur oilalarida bularni shundaq o'zimizni kontrol qilolmaydigan, asan ranjiydigan, birimizni ranjiydigan, vaqiraydigan, hatto ayollar bir-birini so'qishib qolgan shunday ahvollar yuz beryapti. Bu bir binormallikmi? Buningda qanday qilish kerak? Qanday o'zini tanishishimiz kerak? To'g'ri hazratingiz doktorlik nimamizda so'zlab berganmiz. Endi psixologiyaning gapi chiqdi. Buning hamda bu masalaga men o'zim qiziqadiganligim uchun, chunki men adabiyotga yomon qiziqib, burun nurg'un hikoyalarni o'qib qo'ygan. Endi shu jarayonda psixologiyaga qiziqqan. Endi adabiyotda deyilayotgan psixologiya bilan bizningki meditsinadagi psixologiya azroq farq qiladi. Ikkisini maqsad o'xshamaydi. Shundaqdimi, yildiz o'xshaydi. Men shunchalik buni yaxshi o'rgangan, Floydningki nazariyalarini o'rgangan, bizning do'stlarimizning ichidagi ba'zi masalalarni hal qilish uchunmi nurg'un izlangan. O'zim qiziqqanim uchun davomli bunga diqqat qilib turman. Shundaq kinolarni ko'rdim, tirishib turman. Lekin bizning ahvolimiz kelsak, Uyg'urlarning ahvoli o'zingiz bilasiz. Uyg'urlarning beshiq kelgan kun faqat 2 dunyo urush vaqtida Yahudilarning beshiq kelgan kun bilan selishtirib oldi bu dunyoda. Ularning boshqa hech qanday selishtirmasi yo'q kun bu. Bunda ahvolda bu insonlarni salomat turdi, psixologiya jihatdan masalaga uchmaydi. Bularni normal odamdek yashash imkoniyatiga erishtirishimiz kerak desak, bu bek ta'sir bo'ldi. Ham siz dedingiz, ayollar urushib qoldigan, bu deb. Ham ayollar Uyg'ur o'g'ash urushib qoldi, taqa bir-birini kim ko'tardi. Va haq ko'rsa biz burun Farad Tursun bilan deyishgan bir chaqda Uyg'urlar memmi sarong olib ketmaydi ekan. O'shanda kunda yashab turibdi. Hozir u deyishgan kuni silishtirganda Osmon bilan farq qildi. Lekin Uyg'urlar nima chiqqan?
shunchalik sarang o'qish fursati bor fursatda sarang bo'lmaydi. Chunki Uyg'urlarniki ro'yijatga o'ziga bo'lgan ishonishi, ondan keyin masalani hal qilishi o'xshamaydi. Masalan, bir qatimliq so'rindilar, do'ttatdan bir chiliblar, nurg'un masalani hal qilib Uyg'urlar. Bu shaklda mangan faqat o'zining madaniyatiga shuni ichida yashay olsa Uyg'urning sarang chiqmaydi. Endi hozircha biz chet elda nurg'un masalaga yo'liqimiz, bu chet elda yashamoqning o'zi bu bas mushkul ish. Bunun o adam amaliyotda nurg'un tirishchilik bilan bu yer yashag'idek bo'ladi. Uni ko'tarolmay tursa, ko'tarolmasang sanqiltib ol deb, mana bizniki hatto vatandagilar bilan so'zlash kerak fursat yo'q. Hatto bu ota-onalarimiz tugab ketsa, qarindoshlarimiz tugab ketsa, xabarni ololmaymiz. Demak, bundan narsaga bir odam sog' turib chidaydi, sarang bo'lmaydi desa, ishonmayman men. Uyg'urlar balki hammasi ma'lum nisbat sarang bo'lib bo'ldi. Lekin hamda o'zini texim ching tutish uchun qanday qilish kerak deganda, bizningki o'zini o'rganish kerak. Uyg'urning tili, Uyg'urning madaniyati, Uyg'urning kitobi mushtaq odamlarni saranglikdan saqlaydi. Agar Uyg'ur tilini mukammal so'zlay, men pechiklarni joyida qo'yay, Uyg'urni tushunay, ajdodlarni tushunay desa, bizda nurg'un fursat va nurg'un kitob bor. Bizningki nurg'un masalan matbuotlar o'tirib chiqyotdi. Undan keyin telefon tushirib olsangiz app bor, anglaysiz. Bizning adiblarimiz, bizning yozuvchilarimiz Uyg'ur uchun nurg'un qon to'kkan, ajr singdirgan. Ashlarni o'rgansangiz, siz o'zingizni so'yadigan bo'lsangiz, fikr qila oladigan bo'lsangiz, to'g'ri yettiradigan bo'lsangiz, ro'yingiz o'lmaydi, kasal bo'lmaysiz. Men bu shunchalik deyalayman. Bu amaliyotda ilmiy nuqtadan to'g'ri o'yin kelmaydi, lekin Uyg'urga uygun keldi. Biz Uyg'urlar besh kelayotgan kun boshqacha bo'lgandan keyin Uyg'urni qattiq so'ygan odam, ching yepishgan odam salomat yashaydi. Chunki biz Uyg'ur uchun bu erkin zamonda cho'qim bir ish qilmasak bo'lmaydi. Bir ish qilishimiz uchun o'zimizning tilini, madaniyatini yaxshi o'rganmasak bo'lmaydi. Shuningga vaqt ajratsangiz kasal bo'lishga vaqtingiz chiqmaydi. Rahmat. Demak, mushundoq bir qiyin bir vaqtimizni o'zimizning kitoblarni o'qish bilan o'zimizning kallamizni yaxshilasak, ya'ni kitob bilan mashg'ul bo'lsak, so'qshaversak, bu so'qshabimizdan ro'yimizni tashlash uchun masalan Uyg'urcha kitobni agar kirishsangiz, shuni tilining go'zalligi, yozuvchilarning sindirga ajriga nimangiz kelib, kirishib ketsangiz, masalan bir kitobni anglasangiz, o sizni boshlab kirib ketadi. Siz kitob anglaydigan vaqtingiz yetishmayotgan vaqtda eringiz bilan xotiningiz bilan urushmaysiz. Mushundoq bir ish hamda bu. Bunda hamda Uyg'urga zo'linib turib, mushundoq nimadan qutulish kerak. Biz ham o'rganadigan tillarimiz jiq bo'lsinmi, kasblarimiz jiq bo'lsinmi, lekin bu sizni qutqizadi. Bu sizning ro'yingizni pokis qiladi. Chunki biz Uyg'urlarning ro'yi tarimdan chiqqan bu ruh shunchalik saq, shunchalik so'zib, shunchalik go'zal. Buni izlanib bormaysiz. Rahmat, inshaalloh buni programmani ko'rgan qarindoshlar mush qadamni alar inshaalloh. Butun diasporadagi Uyg'urlar yurak so'zlaringiz bo'lsa, bir o'rtaga qo'yasiz. Hammamizningki hozir ham Uyg'urlarning aytib bir halqiliq bir tarixiy payt turadi. Biz o'zimizni tuntish davrimizdan o'tib, shaxmat taxtasiga chiqib bo'ldik hozir. Masalan, Maqatim Pompeo davr bo'lgich bir speech qildimda, bir suhbat berdi. Bu degan gapida Uyg'urlarni tilga oldi. Bu 40 yil burun Xitoylar bilan Amerika o'zininki munosabatini yaxshilagan chog'da Nixonlarning qo'ygandan keyin, andan keyin Reaganninki kommunizmni Nixon bilan qilgan vaqtdagi speech bilan oniki Reaganninki bu Sovetni parchalashda qilgan nimasilar o'xshash davr bo'lgich bir xil nimani berdi. Uning ichida Uyg'urlarningki ismi tilga olindi degan gap, bu bak cho'ng gap bu. Bu shaxmat taxtasiga chiqib bo'lgandan keyin biz o'zimizning irodasini to'g'ri chiqarlaydigan va bizning irodamiz uchun xizmat qiladigan bir kelishimiz kerak. Ziyolilar, yoshlar, hammalar. Nima deganda bu fursatni ketkizsak, endi kamaydi, bu faqat bir asrda bir keladigan fursat. Endi qo'pab sen nima qilsa desa, bizningki mening kishilik huquqimni bersanglar, men ishni to'xtatdim. Lagin taqsanglar bo'ldi desak, bu bir nomardlik bo'ldi. Bu faqat oqmaydigan ish bo'ldi. Nima deganda bizning vatanni qurib chiqadigan fursatimiz keldi hozir. Haq sen fursat berganda sening irodangga qaraydi. Agar bu Uyg'urlar o'zining vatanining ismini talishib o'ltirsa deganda kechgacha bizning ajdodlarimiz bizga chizib bergan yo'lni qo'ymay. Bular davlat yarashmaydigan qilgan deb yordam bermaydi. Lekin endi yordam ikkinchi bir ahvol. Birinchisi yanlar har qanday ish bo'lsa o'zimizdan bo'ldi. Har qanday siyosiy yaxshilik, har qanday qo'ng'ida yo'lashning hammasi chek bo'ladi. Chunki hamma davlat o'zining maqsadi uchun kurash qildi.
Uyg'urlar bu fursatni bek chong tutish kerak. Undan keyin bunga cho'ng tayyorlik qilish kerak. Meningcha shuar bilan, iroda bilan ish olmaydi. Vaqtdan vaqt kelganda bunga jonni ko'tarib chiqish to'g'ri. Lekin mandaq jonni ko'tarib chiqish endi bizga berilgan bir fursat. Chiroyli yashab, chiroyli o'ylab ketishning bir fursati. Nimishqa deganda hech ish qilolmay vatanni xalqning qo'liga berib, paskini yashab, mehnat o'ylab ketgandan ko'ra vatan uchun shu iroda bilan turish kerak va vatanninki muqaddas bayrog'imizdan, vatanning ismidan tanmay, shuning uchun kurash qilishimiz kerak. Hammalarga yaxshi kun bo'lg'ay. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat vaqt chiqarib program qatnashib berganingizga ham nihoyatda yaxshi tajribalarni almashtirdik, yaxshi so'zlarni qilib berdingiz. Inshaalloh yana fursatlar bo'lsa siz bilan yana munozara ilib boramiz. Ziyoli bilan parang qilgan boshqacha bo'ladi ekan. Hozircha Allohga omonat. Bo'ldi, rahmat. Hammanglarga xayrli kun. Rahmat. Dedim ötkürnüme, dedi kulumdur. Dedim satar mısın, o dedi ya.